qilishdan kelgan ekan. Aziz hurmatli ustoz, domla, hozirgi vaqtda ko'p kiyimlarning bosh kiyimi, ya'ni kapshonkasi bor. Shuni kiyib namoz o'qisa bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda namoz o'qishdan oldin namozxon namozi uchun liboslarini kiyib olishligini alohida oyatda buyurgan. U ham bo'lsa, astag'izu billah, ya bani adama xuzu zinatakum inda kulli masjid deb aytgan. Ey odam farzandlari, har bir namoz, ya'ni sajda qilishdan oldin, namozdan oldin, namoz masjiddan oldin zinatingizni, liboslaringizni olinglar deb Alloh taolo buyurgan. Demak, liboslanish, satri avratlanish namozxonning namozdan oldingi vazifasi hisoblanadi. Endi ana shu satri avrat qilib liboslanishlikda kapishyonkasi bo'ladimi, shapkasi bo'ladimi, boshqa ko'rinishda bo'ladimi, avratini yopsa, uni namozi durust bo'laveradi. Hech qanaqa, demak, u kapishonkalikda namoz o'qisa mumkin, kapishyonkasizda namoz o'qimasa bo'lmaydi degan gap yo'q. Balki nima bilan bo'lsa ham avratini yopgan bo'lsa, avrati yopiq bo'lsa, o'sha bilan demak u namozini o'qishligi durust bo'laveradi. Hattoki Maliki mazhabiga amal qiladigan ba'zi bir Afrikadagi o'lkalar, masalan, Tunisda musulmon ulamolarning hattoki ularni bildirib turadigan liboslarini ichiga o'sha orqasida bundoq bosh kiyimiga o'xshagan kapishyonkasi bor maxsus kiyimlari bilan mashhur ular. Demak, bu dinimizda hech qanaqa moneligi yo'q bo'lgan amal hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob. Rahmat domla.